kitob va sunnatga salafi solihlar tushunchasi bilan degan so'zning nimaligini tushunish ham bir muammo sanaladi. Oddiy bir mo'min musulmon bu gapni o'qib qoldi. Nima ekan? Qur'on va hadisga salafi solihlar tushunchasi bilan amal qilishimiz kerak. Qayerdan izlab topadi? Majbur o'zi yashab turgan yoki o'sha internetda mavjud, ijtimoiy tarmoqlarda mavjud qaysi bir ilm ahliga murojaat qiladi. Bu nima degani deydi. Yoki bunda o'zi bilmaydigan bir diniy masala yuzasidan ilmi bor, olim, bir ilmli kishiga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Bu ham taqlid sanaladi. Endi Imom Abu Hanifa rahimahullohni yoki boshqa mazhab boshi imomlarni qo'yib Qur'on va hadisga amal qilishga chaqirayotganlar bugun biror bir savol bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, albatta Ibn Taymiya, Ibn Qayyim singari o'sha diniy rahnamolarining fatvolaridan olib javob beradi. Bugungi kunning o'sha Alboni, Ibn Boz, Ibn Usaymin singari allomalarning fatvolaridan olib javob beradi. Bu mo'minlarning boshini, mo'min musulmonlarning boshini qotirish, ularning ongini chalkashtirishdan boshqa narsa emas. Zero bu holatda biz mazhab boshi imomlarga ergashyapmiz. Bu holatda esa salafiylar o'zlarining imomlariga ergashga da'vat qilayotgan bo'lib chiqadi. Nima bo'lganda ham kimgadir taqlid qilish, kimningdir ijtihodiga ergashish, kimningdir mazhabiga amal qilishdan boshqa yo'l yo'q ekan. 14 asrdan beri amalda barqaror egilsa ham sinmay kelayotgan 4 fiqhiy mazhab imomlariga ergashish paydo bo'lganiga bir necha 10 yil bo'lgan. Mana bu olimlarni ilm ahlining mazhabiga ergashishdan ko'ra to'g'riroq sanaladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mazhabsizlikka da'vat qilayotgan bu salafiylarning g'oyalari ortida shunaqangi bir g'arazli maqsadlar yotibdiki, uni anglab yetish uchun uzoq fikr mulohaza yuritishning keragi yo'q. Ularga mo'min musulmonlarning tinch, xotirjam yashayotgani yoqmayotgandek ko'rinadi. Ularga mo'min musulmonlarning tinchgina 5 vaqt namozini o'qib, yana o'zining dunyosi uchun ilm, fan, taraqqiyot va boshqa jabhalarda ilg'or insonlarga, jamiyatlarga aylanishga harakat qilishi yoqmayotgandek ko'rinadi. Shuning uchun ular tinch, barqaror turgan musulmon jamiyatlarni parokanda qilishga, mo'min musulmonlar orasiga tafriqa solishga harakat qilayotganini ko'rasiz. Va ular bu ishlari orqali bugun shundoq ham ba'zi bir qavmlardan, ba'zi bir xalqlardan, insonlardan taraqqiyotda orqada qolib kelayotgan mo'min musulmonlarni yanada o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolib, taraqqiyotdan, ilm, fan, texnologiya rivojlanishdan oyog'iga kishan bo'lishga harakat qilayotganini anglash qiyin emas.